Nega aynan men? Nega ishlar yurishmayapti? Nega hech kim yordam bermaydi? Agar siz ham shu savollarni tez-tez bersangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun biz Jon Millerning So'z, savol ortidagi savol kitobi orqali bitta oddiy, lekin hayotni tubdan o'zgartiradigan haqiqatni ochamiz. Savolingiz o'zgarsa, hayotingiz o'zgaradi. Bu kitob sizni shikoyatchi emas, yechim topuvchi insonga aylantiradi. Keling, mas'uliyat, harakat va to'g'ri savollar kuchi bilan tanishamiz. Jon Millerning So'z, savol ortidagi savol kitobi inson hayotidagi muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklar ko'pincha tashqi sharoitlarga emas, balki insonning o'zi bergan savollarga bog'liq ekanini tushuntirib beradi. Muallifning asosiy g'oyasi shundan iboratki, odamlar qiyinchilikka duch kelganda ko'pincha noto'g'ri savollar beradi va aynan shu savollar ularni shikoyat, bahona va harakatsizlikka olib boradi. So'z esa fikrlashni o'zgartirib, mas'uliyat va harakatga undaydi. Kitob boshida muallif hayotiy voqeani keltiradi. U restoranda shakarsiz kola buyurtma qilgan, biroq ofitsiant restoranda faqat Pepsi borligini aytadi. Oradan biroz vaqt o'tgach, ofitsiant tashqaridagi do'kondan o'z hisobidan shakarsiz kola olib keladi. Bu voqea oddiy xizmat emas, balki shaxsiy mas'uliyatning yorqin namunasidir. Ofitsiant nega bizda kola yo'q yoki bu mening ishim emas demaydi. U ichidan mijozni rozi qilish uchun men nima qila olaman degan savolni beradi. Muallif aynan mana shu savolni so'z, ya'ni savol ortidagi savol deb ataydi. Odamlar ko'pincha nega aynan men, qachon sharoit yaxshilanadi, kim aybdor kabi savollarni berishga odatlangan. Bu savollar odamni qurbon roliga tushirib qo'yadi. Mas'uliyatni boshqalarga yuklaydi va harakatni to'xtatadi. So'z esa boshqacha yondashuvni taklif qiladi. To'g'ri savollar odatda nima yoki qanday so'zlari bilan boshlanadi va insonni o'ylashga, yechim izlashga majbur qiladi. Bunday savollar insonni kuchsiz emas, aksincha vaziyatni o'zgartira oladigan shaxs sifatida his qildira boshlaydi. Kitobda alohida urg'u beriladigan jihatlardan biri savollarda men so'zining bo'lishidir. Muallifning fikricha, jamiyatda ko'pchilik muammolar uchun boshqalarni ayblashga o'rganib qolgan. Tizim, rahbar, sharoit yoki boshqa odamlar aybdor qilib ko'rsatiladi. So'z esa e'tiborni tashqi omillardan ichki javobgarlikka buradi. Inson ular qilmadi deb emas, men nima qilyapman yoki men nimani o'zgartira olaman deb so'ray boshlaganda hayotidagi ko'plab muammolar yechim topa boshlaydi. Muallif shuningdek, eng yaxshi savollar har doim harakatga undaydigan savollar ekanini ta'kidlaydi. Harakatdan qo'rqish tabiiy holat, ammo harakatsizlik bundan ham xavfliroq. Harakat xatolarga olib kelishi mumkin, biroq aynan xatolar orqali inson o'rganadi va rivojlanadi. So'z insonni o'tirib kutishga emas, kichik bo'lsa ham qadam tashlashga undaydi. Muallif hayotidan misol keltirib, yaqin qarindoshi kasal bo'lganida aynan to'g'ri savollar berish orqali vaziyatni yaxshilashga hissa qo'sha olganini aytadi. U shifokor bo'lmasa ham, men qanday yordam bera olaman degan savol uni foydali harakatga olib kelganini ta'kidlaydi. Kitobning asosiy xulosasi shundan iboratki, biz hayotimizda sodir bo'layotgan barcha voqealarni nazorat qila olmaymiz, ammo ularga qanday munosabat bildirishimizni har doim tanlay olamiz. To'g'ri savol berish orqali inson qurbonlik fikridan chiqib, mas'uliyatli va faol shaxsga aylanadi. So'z falsafasi odamni shikoyatchidan yechim topuvchiga, passiv kuzatuvchidan faol yetakchiga aylantiradi. So'z, savol ortidagi savol kitobi har qanday yoshdagi va kasbdagi inson uchun foydali. Ayniqsa hayotida nega aynan men degan savolni ko'p berganlar, ishda yoki shaxsiy hayotda to'xtab qolganini his qilayotganlar uchun bu kitob kuchli turtki bo'la oladi. Muallif o'quvchini shuni anglashga olib keladiki, hayotni o'zgartirish uchun avvalo savollarni o'zgartirish kerak. Chunki inson hayotining sifati va beradigan savollarning sifati bilan chambarchas bog'liq. Agar bugungi video sizni o'ylantirgan bo'lsa, hoziroq like bosing. Bu biz uchun katta qo'llab-quvvatlash. Agar shunday kitoblar va hayotni o'zgartiradigan g'oyalar sizga yoqsa, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Izohlarda esa bitta savolga javob yozing. Bugundan boshlab hayotingizda qaysi savolni boshqacha berasiz? Bu videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Balki aynan ular ham nima qilishim mumkin degan savolni berishni bugun boshlashar. Esda tuting, muvaffaqiyat kaliti javoblarda emas, to'g'ri savollarda.